Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdul xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida Uyğurlarga dair radiomuzda berilgan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Radiomuzun Gomadan ahval egallishi davomida pichoqli hujum vaqasi yuz bergan kuni hujumchilarning oila tavobatlari, qo'lim qo'shnilarini o'z ichiga olgan bir mahalla kishilarning 3 kungacha solab qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Egallanishicha, kanit va saqchixonaga solab qo'yilganlar orasida ayol va bolalarim bor ekan. Muajiratga Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoyning Uyg'ur elida yurgizayotgan atalmish terrorlik zarba berish harakatida xalqaro qonunda cheklangan kollektiv jazolash tadbirlarini qo'llanayotganligini ilgari surdi. Egallanishicha, Gomadagi pichoqli hujumdan keyin Xotan viloyatlik doiralar ommani terrorlikqa doir yip uchi bilan ta'minlashga safarbar qilish uqtirishi chiqargan. Orqadinla Kiriya, Chira, Lob qatorliq noilalarni uqtirish chiqarib, ahvol ma'lum qilg'ichlarga 1000 so'mdan 500 ming so'mgacha mukofot berdiganligini e'lon qilgan. Radiomuzning bu vaqt ahvol egilishi davomida Xotandagi bir qism saqchixonalar bu ahvolning rostligini dalilladi va bir qism aholilardan cheqim topshirib olganligini oshkorladi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshat Hasan apandi bu vaqt inkos qaytirib, Xitoyning rayondagi chekidan oshgan muqimlik siyosatini tanqid qildi. Bu yillik 8 mart xalqaro ayollar bayrami dunyodagi ko'plagan el va rayonlarda dag'dug'ili xotirlandi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Rabia Qadirxonning bu munosabat bilan radiomizdan nutq e'lon qilib, Uyg'ur diyori va dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur xonim-qizlarga samimiy salom yo'lladi. Rabia Qadirxonning Uyg'ur qiz ayollarining Uyg'urlarning haq-huquqlari uchun elib berayotgan kurashlarda og'ir bedellarni to'layotganligini eskartib, Uyg'urlar uchun qiz va ayollarni qadrlash, vatan va millatni so'yishning jumlasidan to'g'ri dedi. Xitoy hökuməti yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur elining sayohat nuqtalariga zo'r mablag' selib, Xitoy sayohatchilarini jalb qilishga ko'p kuch chiqargan edi. Halbuki o'tgan yili avgustda Chinchuango Uyg'ur eliga yo'tkab kelingandan keyin, bo'libmi bu yil 14 fevraldagi Gumi pichoqli hujumidan keyin elingan qattiq amonlik tadbirlari yerlik Uyg'ur yakka egiligiga qattiq ta'sir ko'rsatgan. Uyg'ur elining janubidagi ma'lum bir shaharda do'ppi dukkani ochadigan bir Uyg'ur tijoratchi yaqindan buyon savdosining qattiq oqsiganligidan shikoyat qildi. Do'kondorlar umidini yozliq sayohat pasligiga bog'lagan bo'lsa-mu, ammo analizchilar vaziyat mushundoq ketaversa, ahvolning texmo qiyinlashadiganligini ogohlantirdi. Pasport tortib olingan 83 yoshli Rabixon Musa onining o'z haq-huquqini qo'llash yo'lida eg'izi orqali elib borgan qaysironni ko'rishi radiomiz orqali dunyoga anglatilgan edi. Egallanishicha, Börtala shaharlik doiralar Chinchuangoning atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatiga ovoz qo'shib, Rabixon Musa oniga Xong Chichang ismli bir Xitoy saqchi ayolni tuqqanlashtirib qo'ygan. Rabixon ana kalma desimi kunda kelib oladigan bu yuzi qilin tuqqan ustidan radiomizga shikoyat qildi. Amerikaga ko'chib kelayotgan Uyg'urlar sonining ishib berishiga ergishib, Uyg'urlar ochgan restoranlar Amerika yemak-ichmak sohasida ko'zga cheliqishga boshlamoqda. Poytaxt Washington va uning atrofida ochilgan Aman Isaxon, Dolan va Kroran qatorliq Uyg'ur restoranlari bir tarafdan o'zining mazalik taomlari bilan Amerika xalqini jalb qilsa, yana bir tarafdan Washington Post'i qatorliq danglik gazetlarda tanishtirilmoqda. George Washington Universitetining professori Sean Roberts Uyg'ur taomlarining Amerika bozoriga kirib kelishi Uyg'urlarni tashqi dunyoga tanishtirishdagi muhim bir sahna bo'lib qoladi dedi. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördülər. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.